Arbeloa Bavariyadek super jamoani qanday mag'lub etish va uni Chempionlar Ligasidan chiqarib yuborish mumkinligini ochib berdi. U Ancelottining juda g'alati, lekin samarali taktikasidan foydalandi. Bu sxemani qo'llab, u hatto Real uchun 10-Chempionlar Ligasi titulini deyarli kafolatlab qo'ygandek. Bavariya haqiqatan ham super jamoaga aylangan edi. Hatto Hansi Flick ham bunday natijalarga erisha olmagan. Ular mavsum tugashiga 7 tur qolgandayoq Bundesliga tarixidagi eng ko'p gol urgan jamoa bo'lish rekordini o'rnatishdi. O'rtacha har o'yinda 4 ta gol. Lekin Arbeloa bundan ham oldinga o'tdi. U go'yo ikkinchi Zidanga aylandi. Avvalo u 2 marta Mourinyo'ni mag'lub etdi. Keyin Guardiolani ham shunday yengdi. Va shundan keyin Simeone bilan ham hisob-kitob qildi. Va undan Bavariyadek super jamoani qanday mag'lub etganini so'rashganda, u shunday javob berdi.